Yaxshi kishi sening qadrini qilgan kishi. Uningdanmi yaxshi kishi qadrini qilsang bilgan kishi deydi ekan. Qadrli do'stlar, qadrimizga yetib, sabah kuyimizni har kuni azizlab, huzurnib ko'rib kelayotganlardan intayin xursandmiz. Rahmat sizlarga. Shu tapda yana diqqatlarni sunayotganimiz Şinjan Abida kasbiy pay chekishlikda tajribalarini olgan. Şinjan Sabah madaniyat tarixi chekishlikda ishlab huzurlarni sungan sabah kuy programmasi. Bu sanimizning aziz mehmoni o'zing yaqinda texi ko'pchilikning huzuriga sungan nihoyatda ahamiyatli, qadr-qimmatli bir faoliyat orqali hammalarni hayronu has qoldirgan. Shuncha ko'p yillardan beri Abnur rayonimizning adabiyot san'at ishlariga bir kishilik hassasini qo'shib, har millat tomoshabinlarning qalbidan cho'nqur o'rin olgan ustoz san'atkorimiz Sami Osman apandi. Samika, xush keldingiz. Yaxshimisiz, singlim? Rahmat. Qani, sizni sevgan do'stlarga bir salom berib olsangiz. Salom sabah kuyi programmani davomli yoqtirib ko'rayotgan barliq ko'rilmanlarga naqshi do'stlar Sami Osmandan salomlar bo'lsin. Qarshi olamiz Samika. Qarshi olamiz deyishdan burun sizdan muborakligim bor. Chunki hamda shu tashviqot vositalaridan ko'rib turdim. Yaqinda nihoyat ahamiyatli bir faoliyatni o'tkazdingiz. Bilishimcha, o kuni sizning pensiya chiqqan kuningiz. Andın 60 yaşqa tug'ilgan kuningiz. Oyyo, nima degan ahamiyatliga oson emas. Chunki hamda nurg'un kishilar mana mushuning birasiga ulatsak mayliti deydi. Ba'zilar shu orzularga yetalaydi. Naq shu baxtli kishilarning biri dal sizgansiz. Muborak bo'lsin aka. Rahmat sizga. Qanaqroq bo'ldi shu faoliyat? Meniki aloqalarimniki tavsiyasi bilan 60 yosh to'libsan, buni bir cho'ngroq qutqlayli deb talablarga asosan bak yaxshi bo'ldi, bak yaxshi o'tdi. Minnatdor bo'ldingizmi? Bak minnatdor bo'ldim. Hanım bo'lsin, shundoq bir ishlarni qilib kelma deb xush bo'ldingizmi? Shundoq. Chunki odam hamda shu bisib o'tgan musofirlarga o'rilib qaraganida kulimsiralsa, andin bir manlik hayotni boshdan kechiribdiman deydi ekan. Bu so'zni men o'sha dadamning 70 yoshli qutuq tug'ilgan kunida bir qitim deyaligandim. Chunki dadam shundoq odam. Hozir hamda sizmi balkim shu hissiyotga o'rtoqlashdingizmikin deb his qilib sizga deyishim. To'g'ri. O kunki faoliyatga bizniki san'at peshvolarimizdan Oblis Shokir ustoz, bizning naqshchi xonishimiz Sanobar Tursun, mening kasbdoshlarim, aloqalarim shundoq yaxshi qatnashib, muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bak xush bo'ldim, bak minnatdor bo'ldim do'stlarimdan, kasbdoshlarimdan, ustozlardan. Shundoq. Chunki hamda o'zimizga aynak bo'lolmaydi ekanmiz. Chunki biz shu bisbetgan musofirlarimizga javr jafolarni his qilgandan keyin, uningdan erishgan natijadan shu vaqtning o'zida xushal bo'lar ekanmiz. Lekin atrofimizdagilarchi bizning shu javr jafoyimizni ko'rgan, natijalarimizni ko'rgan do'stlarchi bizning shu natijalarimizdan xush bo'lib bizga gul dastalarni yog'dirdi ekan. Menimcha o'g'anda bu sizning hayotingizga bak ahamiyatli bir kun ham bak yaxshi bir xatir bo'ldi. Qutlayman Samika, ömrünüz texim uzun bo'lsin. O'zim pensiyaga chiqqan bilan kasbni pensiyaga chiqmaymiz. Salomat bo'lsaqlar, davomli izchil turda mushundaq bizga sabah kuyi sahnasini mushunaq hozirlab berdi, davomli yangi nomerlarni xalqimizga taqdim etib turamiz. Mush ro'yingizdan hammamiz o'gunimiz. Amsa bugun bu yanchiqda yangi sog'atlar bor o'xshaydi. Shundaq. Bu qatim olib kelgan naqsham Mamtili Zunun teksti, Mehmet Ömer muzikasi, çalgılaştırgıcı Muratcan Muhtar bo'lgan Turpanga xos alaydik iyi bo'lgan Chunchilar degan naqshini taqdim etdi. Chunchilar. Hozir Chunchilarning ishi boshlanmadi ha? Endi boshlandi, kuzda hamda. Kuzda boshlandi Chunchilar. Chunki bu Chunchilar degan Turpan rayonimiz ham issiq balvoq bo'lg'achqa Turpanga xos suyumlik dehqonlarimizning etizidan, taklaridan chiqqan har xil uzumlarni quritdi. Shunaqa shamil uchib turadigan qilib salada ham o'zingiz bilasiz. Yozda shu dehqonlarimizniki uzumlarni quritib, shunda esil quritib, o'sha sortliq uzumlarni chiqaradigan bir iste'molchilarga sunadi. To'g'ri. Amsa chunchi deb shunda Turpan bog'im kelib ketdi. Bahar yoz oylarida biz asosan eng ko'p boradigan joy Turpan ekan. Amsa shu Turpanlarni sizning naqshingiz orqali bir aslab oladigan bo'ldik. Qani, birlikda anglaylik.
Çünçile ah çünçile salqın saray çünçile Çünçile ah çünçile salqın saray çünçile Kuçıqda bir bahadır danelerin çile Kuçıqda bir bahadır danelerin çile Binakarlık babıda bir karamet mücize Binakarlık babıda bir karamet mücize Şan esel her mi elli valgan endize Şan esel her mi elli valgan endize Şünçilede ünçiler aylini dunavatma Şünçilede ünçiler aylini dunavatma Bəxş itidu ahnavat lerzan huzur hayatta Bəxş itidu ahnavat lerzan huzur hayatta Çünçile ah çünçile salqın saray çünçile Çünçile ah çünçile salqın saray çünçile Kuçıqda bir bahadır danelerin çile Kuçıqda bir bahadır danelerin çile Binakarlık babıda bir karamet mücize Binakarlık babıda bir karamet mücize Şan esel her mi elli valgan endize Şan esel her mi elli valgan endize Çünkü akıl ecdatlar ihtirası mırası Çünkü akıl ecdatlar ihtirası mırası Bu teverrük mırasının alemde yok bahası Bu teverrük mırasının alemde yok bahası Alemde yok bahası Xalq naqshlarga aylanib ketay deb qolgan bu Chunchilar nomli naqshni anglab, haqiqatan turpanni asıldım, turpanga bu yil sal jihbarimiz juman dasa. Ben sizlerni saqlayman davomlab. Rahmat. Turpanga kel degan naqshni aytibdi. Ha, to'g'ri. Rahmat Samika. Ahmiyatli damlaringizda biz bo'lolmabdik, lekin tashviqot vositalaridan ko'rib siz uchun opirin aytdik, qayil bo'ldik. Rahmat singlim, rahmat. Amsa o'zingiz aytganingizdek naqshiga, san'atga bo'lgan o'tdak yuragingizli bo'ladi ekan. Mana bu sahifalarimizning eshiklari siz uchun har vaqt taqdim ochiq, qarshi olasiz aka. Ko'p rahmat. Anstaslar, bu san programmamizni yanala hammalarga tanishib bo'lgan Abida shirkati qo'lladi. Abidaning eng yangi o'ramida chiqqan Abida gazliq soda suyini ko'pchilik tavsiya qilamiz. Mana shu yangi o'ramidagini cho'qim sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Samika, ma yangisini ichib baqdingizmi? Yangisini ichib baqmadim. Burunqisilikı mundaq dügülegerek çıkan. Mao andan aynak potluqlar çıktı. Nefis laylaptı. Yangi nusxasken. Buni biz bak yoqtirib ishimiz. Demak, turpan bak issiq bo'lg'achqa, mushundaq obida suv ayirlamaymiz. Ayirlamaymiz. To'g'ri. Onun so'ng turpanda u so'g'sagan go'shtlarni yoqaysizlar. To'g'ri. Shunda bo'lg'achqa meni suyimlik ayolimga bak amroq buningga. Voy, undan so'ng uydagilarga og'ash ketmasangiz bo'lmabdi. Rahmat, rahmat. Abidaning uydagilar bilan tashidag'im so'g'atib tayyoq qo'ydi aka. Yana miyada ichimliklarimi bor.
Rahmat sizga. Mush fursatda Abida şirketining bundan keyingi ishlarining texim ro'naq tepishini umid qilaman. Rahmat. Amsamika, ödükilerge salam ayting. Yana fursat bo'lsa, yangi kunlaringiz orqali sabakimiz kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat, singlim, rahmat. Qadrli do'stlar, bahar oylaridagi har bir kunlaringlar bahardek, nihoyatda xushpurak, nihoyatda chiroyli o'tsin. Amsa, atidagi sabakimizda sizlarni yana kutamiz. Xinjiang Sabah madaniyat taraqqiy chekishtirib ishlagan Xinjiang Abida kasbiy pay chekishtirdi. Tajribaligini olgan bu sanimiz mishada oyoqlashdi. At ko'rishaylarga. Rahmat. Xayr xo'sh. Shuncha aql ajdodlar ixtirosi mirasi. Shuncha aql ajdodlar ixtirosi mirasi. Bu tavarruk mirasning olamda yo'q bahasi. Bu tavarruk mirasning olamda yo'q bahasi. Olamda yo'q bahasi.